Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Men Saidqulov Aslam, Samarqand viloyati Tayloq tumani Baxshtepa mahallasida oilam, 3 nafar nabiram, kelini va o'g'lim Saidqulov Umid bilan birga turamiz. Yoshim 70 da, nafaqadaman. Sizga efir orqali murojaat qilishimning asosiy sabablari bor. Hurmatli Prezidentimiz, ushbu murojaatni o'g'lim Saidqulov Umid va uning himoyachilarining asosiy dalillarini inobatga olmay, ishni bir tomonlama o'g'limni tuhmat bilan ayblashga qaratib ko'rib chiqilganligi haqida. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qonun talablariga oydinlik kiritmasdan o'g'limga Samarqand shahar sudining 27-iyun 23-yildagi Jinoyat kodeksining 25.4 qismi bilan jinoyatni sodir qilgan deb 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Muhtaram Prezidentimiz, o'g'limning, uning oilasi va qizlarining taqdiriga befarq munosabatda bo'lishganligi sababli sizga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Sudning o'ta adolatsiz va noto'g'ri qabul qilingan hukmi deyishimga jiddiy sabablar bor. Keyingi yillarda sud huquq sohasida ijobiy islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi rahbarlari va Oliy sud sudyalari tomonidan inson taqdiriga panja orqasidan qarab jinoyat ishlarini amalda o'rganmasdan shikoyatlarga o'ta yuzaki qarab kelayotgani hech kimga sir emas. Muhtaram Prezidentimiz, sizning sudyalar bilan bo'lib o'tgan ilk uchrashuvingizda sudyalarga qarab sudni tom ma'noda adolat qo'rg'oniga aylantirishni, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish orqali xalqimizning sud tizimiga bo'lgan ishonchini qat'iy mustahkamlash zarurligini ta'kidlab, sudyaning ongida adolat, tilida haqiqat, dilida poklik bo'lishi kerak degan hayotiy prinsipga qat'iy rioya etishni ta'kidlagansiz. Men ushbu murojaatni sizning nomingizga qarata video shaklida qilganligimning sababi o'g'lim Saidqulov Umid va uning himoyachilari tomonidan yozilgan shikoyat, murojaat va vajlarini Oliy sud tomonidan umuman inobatga olinmasdan, o'g'limning taqdiriga befarq munosabat bo'lganligiz, jinoyat ishini Samarqand shahar sudidan olmasdan o'rganib chiqdi deb bizlarga yolg'on aldab kelmoqdalar. Oliy sud raisi boshchiligida masalan sudya Muslimov Ikrom, Tojiyev Shamsiddinlarning oldiga himoyachilanib kirganlarida bu shikoyatni va murojaatlarni ko'rib chiqib, bu ishni Samarqand shahar sudidan olib o'rganamiz deb aslida jinoyat ishini olmasdan, o'rganmasdan shunchaki yuzaki javob bilan bizni aldab kelmoqdalar. Himoyachilar hujjatlarni sudyalar oldiga kirib so'raganlarida jinoyat ishi Samarqand shahri sudidan umuman olinmaganligi guvohi bo'ldikki, hujjatlar olinmaganligini to'g'risidagi fikr va e'tirozlarimiz yozma ravishda jinoyat ishi hujjatlarida bildirib kelingan. Muhtaram Prezidentimiz va Oliy sud raisi, ota sifatida sizlardan iltimos qilib so'rayman. O'g'lim Saidqulov Umid va uning himoyachilari yozgan shikoyat va murojaatlarni o'z nazoratlaringizga olib, ushbu jinoyat ishini Samarqand shahar sudidan oldirib, o'rganib chiqib, nohaq ayblovlar asosida javobgarlikka tortilgan o'ta og'ir jazo tayinlanib hukm qilingan bir insonni buzilgan huquqlarini tiklashda va adolat ro'yobga chiqishda hamda Oliy sud rahbariyatiga sudyalarning harakatlariga munosabat bildirishingizda amaliy yordam berishingizni o'zim va oilam nomidan iltimos qilib so'rayman. Sizga hurmat va ehtirom bildiraman.